Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi ovqatimiz qadimiy va buvijonlarimizdan qolgan omoch, ya'ni omoch. Bizga kerak bo'ladi. Kimlargadir qo'yni dumbasi yoqadi, qo'y yog'i solsangiz ham yoki oddiy mol yog'i oqlig'idan solsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Ozgincha bo'sham soldim men va piyoz solib qovurib olamiz. Tillarang bo'lguncha, keyin bir piyolada moshimizni yuvib solib yana qovurishda davom etamiz. Loviya, ya'ni buxoro tilida leblo deyiladi. Uni ham solib yaxshilab qovurgandan keyin qaynagan suv solib miltillatib qaynatamiz. Keyin qattiqqina xamir olib, kamgina ozgina mana ko'rib turganlaringizdek chopib olamiz yoki to'g'rab olamiz va ustidan 1 litrcha sut solamiz va yaxshilab qaynatib, ya'ni miltillatib o'rta olovda pishirib olamiz. G'o'ling, ya'ni o'rik qoqisidan solib, tabga ko'ra tuzlarini rostlab, mana ko'rib turibsiz, chiroyli qaynab pishib chiqdi va ovqatimiz juda ham mazali, to'yimli, foydali ovqatlardan biri bo'lib chiqdi. Tavsiya beraman.